Bugünkü roman sayfamızda Sevgili Caniş Hanım yazgan Köz Yeşta Nemdelgen Zımın namlıq tarixi əslimini oquşunu davamlaştırırız. 21 aprel Yakshanba. Tünögün keş Cemaat Xavfsizlik Nazoratının kadri Turdi yatak kirpmaya. Yakshanba günü şəhərə berişinlağı bo'lmaydi. Əmdi ruxsatsız hiç yerga bormaysizlar. Bir yerga borsanglar tashkildan ruxsat so'rab borsizlar. Mening doktorxonada dejurni kunim. Doktorxonagami bormaymanmi? So'rdim qasdan. Yo'q, doktorxonaga, tomoqxonaga bo'ladi. Boshqa yerlarga degan so'z. Bu maktab tashkilotining uqtirishi. Qonun degan o'ynashadigan narsa emas. Açıqlangandek bo'lib chiqib ketgan edi. Shamish Jamol. "Voy, jinim adash, uning bu gapiga ko'nglim hajat yomon bo'ldi. Qanday qilarimiz endi?" deb yig'lab ketdi. O'zimning ko'nglim yomon bo'lib qolg'ash. "Yig'lama do'stim, boshqa kelganni ko'ramiz" deb uningga tasalli berdim. Doktorxonaga berib ağırlıqlarını biraz ko'rib chiqqandan keyin kasal tarixi yozmoqchi bo'lib, qo'limga qalam olgan bo'lsam-mu, bu menga ortiq ishdek bilinib yozg'im kelmadi. Doktorxonaning darisidan tabiatning go'zalligiga, quyoshga, ko'k osmonda erkin uchib yurgan qushlarga, uyoq bu yoqqa o'tib ketayotgan odamlarga qo'ymay qaraydim. Bundan keyin hamma narsa o'zgarib, bundoq chiroyli ko'rinmaydigandek bilinmoqda. Shu vaqtda Shamish Jamol ansirgan teki oldimga yugurib keldi. "Qandoq? Bormisan? Nima qilib o'ldirsan? Bir kichik mashina kelib, sizlarning eshik oldida to'xtagan edi. Yuragim chiqib ketay dedi. Zalning ichi bilan yugurib keldim. Shukr, boy ekansan" dedi. Shamish Jamol birdan o'ltirib ketib qoldi. Bugun Turnisamu dejurni edi. O meni ko'rsa mendan qochib, ko'rmasga selib o'tib ketadi. Meni ko'rsimi xuddi men yo'qdek e'tiborsiz qarab, shu yerdan tez ketishga tirishadi. Bu mening eng yaqin do'stimning biri edi. 22 aprel dushanba. Tushda yotoqqa kirsam, Shamish Jamol yolg'iz o'ltiribdi. "Boshqalar tomoqdan qaytmadimi?" so'radim men, yotoqda hech kimning yo'qligidan ajablanib. Shamish Jamol ko'ngilsiz holda. "Bugun Nurnisa Ro'zni, Nurnisa Yusufni va yana bir qancha aktivlarni chaqirib, ma'muriyat ishxonasida yig'in ochgan o'xshaydi. Turnisadan so'rasam, menga hech nima demadi. Bugun bir ish bo'lib qolarmikin deb ansirab o'ldiraman. Kechasi uyqum kelmay, kunduzi ko'nglimning aromi yo'q" deb yana ko'zga yosh oldi. "Shamshi, ko'nglingni buzma. Hayot bo'lsak, hamma narsa o'tib ketadi" deb kuldim. Mushu ishlar o'tirg'i chiqqandan buyon men oshxonaga chiqib boqmagan edim. Qizlarmi? "Bo'ldi, sen oshxonaga borma. Biz sana elib kiraylik. Hammamiz yotoqda o'tirib yeylik" dedi. Shundan buyon yotoqda tomoq yedik. Tomoqdan keyin qarsam, qizlarning ko'nglining arom bo'lmag'achqimkin, yotoqni tozalashga qo'li bormagan o'xshaydi. Yotoq paskini bo'lib ketgan edi. Uningga mening ichim pushib, yotoqlarni tozalab, taxtaylarni yuvib, surtib, chiniqochlarni yuvib tozaldim. Suvxonaga berib issiq suv elib kelib, bosh ko'zimni yudim. Yotoqqa atir sepib, xushbiroq turatdim. Men tushda yotoqqa kelganda, Nurnisa Ro'zi bizning yotoqning oldidagi koridorning balkonda turgan edi. Shuncha vaqt o'tdi. Men nurg'un ishlarni qildim. U texcha shu yerda turadi. Bu yerda nima qilib turdigandi deb gumon qilib qoldim. Xalatlarimni elib, doktorxonaga boray deb chiqsam, u oldimga yugurib kelib, "Nega borsan?" deb so'radi. "Darsga borman.
deb javob berdim. Seni darsga bormay turib tursin, biroz ish bor deydi, dedi. Uning bu so'zdan bugun bizni qo'lga oldigan o'xshaydi deb o'yladim va yotoqqa qaytdim. Yotoqda shamish shamol bilan turnisa, tushdan keyin uxlaymiz deb turgan ekan, men ularga bugun bizni qo'lga oldigan o'xshaydi, dedim. Turnisa gap qilmasdan aldirab karavotga berib yetib oldi. Men bütün narsa keraklarni yig'ishtirishga boshladim. Turnisa menga qarab har bir harakatimni kuzatib o'ltirardi. Narsa keraklarni yig'ishtirib bo'lishimga yotoqqa G'ofur Rahim, Nusrat, Go'zijon, Hayit, Ömerjon, Nurnisa Rozi, ikki xanzu o'quvchi va men tonimaydigan yana bir necha xanzular kirib keldi. G'ofur Rahim menga qarab, bugundan boshlab sizlarni rejimda tutib turib, mas'ul topshirg'izimiz. Bu sizga uqtirib qo'ydigan bir narsa. Sizga Nurnisa Rozi, Nurnisa Yusuf va bu ikki xanzu qiz o'quvchi qaraydi. U xanzu qizlarni ko'rsatdi. Har qanday bir ishqa, tegishlik o'rlarga mushu qizlar bilan birga borsiz. Yolg'iz bir qadam mangmaysiz. Oshxonaga bormaysiz. Tamoqni mushlar sizga elib keldi. Uqdingizmi? dedi. Va orqadan ikkinchi bir ish. Hozir sizni aqtiramiz. Chunki siz materiallarni to'liq topshirib bermadingiz. Shunlashqa sizni aqtirishga tegishli bo'lib qoldi. Bu jamoat xavfsizligining buyrug'i bilan elib berildi. Hech qanday qarshilik qilishingiz bo'lmaydi. Siz o'zingiz xanzo qizlar yotig'iga chiqib turasiz, dedi. Bo'ladi, dedim va yotoqdan chiqdim. Turnisa bilan ikki xanzo qiz meni boshlab yotoqdan chiqdi. Biz xanzo qizlar yotig'iga kirishimiz bilan yotoqning darisini yepib, pardani tushirib "Darizni ochinglar" deb berib, darizni ochib. U uchisi tangla yugurib kelib, "Darizni ochqil bo'lmaydi" deb darizni yepishga boshladi. Meni hozir turmga sog'in yo'q. Qachon meni turmga tashlasa, ondan mening fikrim yo'q. Bo'lmasa, darizni ochinglar, dedim va darizni ochib, ustiga chiqib, sirtqa qarab o'ltirdim. Chunki men qorong'ulikni faqat yaxshi ko'rmaydim. Kechida chiroq o'chgandan keyin dariza pardasini ochib yotatdim. Uning ustiga xanzo qizlarning yotig'i qalaymaqon ham sesq turaydi. Bundaq paskinchilikda ko'nglim elishib aran o'ltirsam, ular darizani yopimiz davatmamdi. Ikki xanzo qiz mening yanimga kelib qarab turdi. Turnisa yugurib chiqib ketib, birdamla Nusratni boshlab kiribdi. Nusrat kiribla. Sening endi qarshilik qilib, majra chiqishingga yo'l qo'yilmaydi. Darizdan tushib, darizni yop, deb meni so'rab tushirmoqchi bo'lib, yanimga keldi. Ket, menga yaqin kelma. Men tahi qonun bo'yicha qo'lga ilinganim yo'q. Mahbusga tutgan posiyini mang tutma. Nusrat, sening menga sen deb vaqirab muomala qilishingga haqqing yo'q, deb burilib darizimni sirtqa qarab o'ltirdim. Nusrat amalsiz chiqib ketdi. Uning keyindan razvedka bo'limining boshlig'i kirib, partiya programmasi va boshqa materiallar qayerda? deb diktator qo'llanib, ochig'i bilan vaqirab ketdi. Yo'q. 2 oy burun ko'ydirayotgan, dedim. Darizdan tushmay, o'dil qarab o'ltirib. Yolg'on. Sen 2 oy burun ko'ydirimding. 18 aprel kuni tushda sen nerede bo'lding? İşki kasal 3. palatasining laboratoriyasida bo'ldim, dedim. Ko'zimni yummasdan xotirjam holda o'zimni erkin tutishga tirishib. Sen yolg'on aytyapsan. Sen bularning ichidagi eng zirak, eng qo'lsan. Bizni oldirmoqchimisan tahi? Bizni olmaysan. Rostini ayt, deb qattiq baqirib ketdi.
Men yanla xotirjam o'ltirib, "Ras, shu 2 oy burun ko'ydirgan 18 aprel kuni laboratoriyada bo'ldim. Ishonmasanglar tekshirib ko'ringlar", dedim. Keyin u razvedka bo'limining boshlig'imi bir muncha vaqirab qo'yib chiqib ketdi. Angacha soat 7 bo'ldi. Qo'pi Rehim boshliq bir qancha kishi meni oqtirib hech narsa topolmagandan keyin, "Mush yerda turib turing. Sizga yotoq hal bo'lgandan keyin o'rin ko'rplaringizni ko'chirib chiqasiz", deb chiqib ketdi. Yana birdandan keyin kirib meni, "Siz Nurnisa Yusufning yotog'iga yeting", deb meni ularning yotog'iga akirib qo'ydi. Kashlik tamoqdan keyin bizning qaror bilan Sajidaning qaroridagi o'quvchilarni ma'muriyat binosining zaliga yiqqan edi. Ular kech soat 11 da qaytib kelishdi. Ular bilan birga Nurnisa Yusufmu menga bir qachon suyoqash ilib kirdi. Lekin mening tamoqni yegim kelmadi. "Tamoqni nimishqa yemay o'ltirsan?" dedi Nurnisa va tamoqni mening oldimga qo'yib qo'ydi. "Hozir tamoq yegim kelmayotdi. Yemayman", dedim. "Undaq bo'lsa, nima yeysan?" "Bo'lsa, bir chini issiq choy ichkim bor." "Men sana hozir choy ilib kiray", deb Nurnisa chiqib ketdi. Nurnisa majlisdan kirib keldi. U meni ko'rib, "Voy Suyun, nimishqimi shundoq qilgansan? Nimishqimi o'zinglarning kelajak baxtinglarni o'ylamagansilar? Ota-onang, ukalaringni nimishqa o'ylamading? O'z baxtingni nimishqa o'zing nobud qilding? Endi qandoq bo'la?" deb echinib ketdi. Men uning bu so'zlarini chin dildan davatqanligini bilib tursammi, o'zimni uningga ko'ngilsiz ko'rsatmaslikka erishib, uning qarab tabassum qilib qo'ydim. "Nurnisa, men el baxt uchun o'z baxtimni, xalq erkinligi uchun o'z erkinligimni yo'qotsam pushaymon qilmayman. Chunki men el uchun bir nafas olsam, men o'zimni baxtli deb bilaman. Men hargizmi o'zimni baxtsiz deb o'ylamayman. Birli yeri, men faqat doktor bo'lolmayman. Men o'zimni turmush institutida o'qiyotman deb bilaman. Hem bilim, hem turmush o'rganaman. Ko'p kishilar bilan tanishaman. Yaxshi yomonni ko'raman. O'lmasam, bularning hammasi o'tib ketadi. Alloh buyursa qaytib chiqaman. Buning nima yomoni bor? Men o'z hayotimda el uchun bir ish qilgim keldi. Biroq bu qatim hech narsa qilolmadim. Lekin qo'lga ilinishimizmi xalqqa mustaqillikning bir tashviqoti bo'lib qolar. Alloh buyursa, ota-onammi meni kechira, deb o'ylayman. Ularning mendan boshqa yana bolalari bor. "Uyay Suyingul, agar gap qilding-ku, ko'nglimga do'lqin yasading. Senda cho'ng bir kishining borlig'ini sezdim. Men sana ishonaman. Sen hech narsa bo'lmay qaytib chiqsan. Men sana qo'l qo'ydim. Mening sening haqiqiy do'sting ekanligini unutma", dedi. "Yo'q, unutmayman. Sen mening rostla haqiqiy do'stimsan", dedim. Ikkimiz kulishib quchoqlashdik. Men uningdan, "Dokladda nimalarni dedi? Kimlarni rejimga oldi?" deb so'radim. "Dokladda sizlarni bugundan boshlab rejimga olganligini uqtirdi va sizlarning reaksion tashkilotini qurib, partiyaga sotsializmga qarshi harakat qilgan degandek. O'zing bilsan-ku, ularning deydigan so'zlarini. Shundoq qilib bir soat so'zildi. Tashkilotning boshliqlari deb oldi bilan Ahmad To'xti, Suyingul, Obliz, Savirdin, Sajida deb uqtirdi. Oblikimni otmadimi?" deb so'rdim men hayron bo'lib. "Yo'q, uning ismini atmadi", deb Nurnisa menlik qarab qo'ydi. Men yana yaxshi ko'nglim bilan oblikimning qo'rqinchoq, ansiz mijozini o'ylab,
Onun maktabda qolganimi yaxshi bo'pti. Bo'lmasa, u sarang bo'lib ketar edi, deb o'ylasammi, lekin ko'nglimning keyinda. Nima uchun u saqlanib qoldi? Tashkilotni qurgan yadro gruppasidagi 4 odamning birisi shu, deb o'yladim. Biroq yanıla onunğa yamanlıq tilimidim. Aksincha, qo'lga elmay qolganligi uchun xush bo'ldim. Men oblikimga nemancha ishni ketgandiman. Hech qachon uni fosh qilib qo'ya degan narsani xiyolimga keltirib qo'ymabdiman. Shu arada boshqalar qaynoq suv ko'tarib kirib keldi. Bu qaynoq suvni butun yotoqlarni aylanib yurib, yarim kechida birisining to'q o'chig'ida qaynatib elib ketdi. Men choyni chiniga qo'yib, 1-2 o'tlagandan keyin ishkim kelmay qoldi. Nurniso Yusuf mening ko'p ishmaganimni ko'rib, "Yey, shu bir yutum ichadiganing uchun bizni shuncha yerga yuratding-ku. Mushu qaynoq suvni deb barmagan korpus, kirmagan uyimiz qolmadi", deb qayib ketdi. "Qayg'urma, ichaman", dedim va amaliyotda u choyni ishkim kelmasimi ichvatdim. Biz endi yetishimizga G'ofur Rahim, Go'zijon, Umarjon, Nusrat, Xayib va yana bir qancha kadr kirib keldi. "Biz hozir sizlarga yotoq tayyorlab qo'ydik. Ostingi qavatga hozir ko'chib tushinglar", deb buyruq qildi G'ofur Rahim. Har qaysimiz yotgan ko'rplarimizni ko'tarib, ostingi qavatga ko'chib tushdik. Bizga birinchi zalning qizlar tarafidagi qizlar hojatxonasining o'dildagi eng chetdagi uyni hozirlab qo'yibdi. Yotoqda 2 qo'sh karvat, bir kishilik karvat, bir ustal, 4 o'rindiq bor ekan. Qo'sh karvatga yiliqi 4 qiz, yalan karvatga men o'rlashdim. Derizlarga gazlarni chaplab qorong'u qilayotgan edi. Soat 1 bo'ldi. Men yishinib yotdim. Ular taxi yatmay o'tiradi. "Voy, sizlarga nim bo'ldi? Yatmamsizlar? Uxlanglar", dedim. "Biz yotimiz, sen uxlava", dedi Turmusa va mening bosh tarafimga bir o'rindiq, oyoq tarafimga bir o'rindiq qo'yib, Nurniso Yusufga: "Bugun men bilan Pangzi dijorni bo'lamiz. Kunduzi jinizlang ishkinglar qaranglar", deb ikkisi 2 o'rindiqqa kelib o'ltirdi. Men vaqirab kulvatdim. "Nim bo'ldi? Nima kulsan? Sen kulgidek bir ish bo'ldimi bu yerda?" deb ochiqlab vaqirab ketdi ular. "Men sizlarning ahmoqliklaringizga kulvatdiman. Menga ishkinglarning qarashinglar ozlik qildi. Ko'rdinglar qaramamsizlar." Nurniso Rozning ochiq keldi. "Sening bu ishlar bilan karing bo'lmasin. Bu yuqorining buyrug'i. Sizlarning mening ishim bilan karinglar bo'ldi ekan, mening sizlarning ishinglar bilan karim bo'lsa bo'lmamdi ekan. Chiroqni o'chiringlar", deb ta'tir qarab yotdim. "Chiroqni o'chirishga tashkil unmaydi. Ko'zingni bir narsa bilan to'sib uxla", dedi Turmusa. Bu qiyin bo'ldi. Men yo'riqda faqat uxlayolmaydim. Yotqanning ichiga beshim tiqsam, demim siqilib yotolmadim. Shundoq bo'lsa-mu, ta'tir qarab uxlash uchun tirishib yotdim. Birer soatdan keyin Go'zjang eshikni ochib kirib keldi. "Uxldimi?" so'rdi Go'zjang. "Ha, uxlayotdi." "Yaxshi qaranglar", dedi Go'zjang asta ovoz bilan. "Yendin zot qo'zg'almanglar. Uxlab qilib bir ahvol kelib chiqmasin. Kunduzi uxlab olsizlar. Agar biror ahvol bo'lsa, 7-uyga telefon o'rnatib qo'ydik. Shu yerga telefon qilinglar", deb qo'lida qancha shifrlar bilan o'zining telefon nomerini aytib berdi. Hamda bir kadr Xanzoning ismini atab, uning dijorni bo'lganligini, o'zining ma'muriyat bo'limida o'tirganligini deb berib, ularga meni qayta taplab chiqib ketdi. Ular xuddi
Düşman bastırıp keldigandek ciddiylashib, shivirlashib, birisi bosh tarafimda, birisi oyoq tarafimda midir qilmay qarab o'tirib, tang atqozdi. Qimmatli radio anglag'ich do'stlar, bu tarixiy asrning davomini keyingi qatimliq roman anglitib saytimizda davom huzurlashimiz. Xeyr, xo'sh, amanat. Keyingi qatimni ko'rishgacha